Dunyoda shuncha boy, muvaffaqiyatli odamlar bor. Lekin nimaga o'quv markazida yoki universitetlar o'shalarda ko'nikmalarini, qobiliyatlarini, nima ish qilganlarini o'rganib chiqib turib, hammaga dars berisha olmaydi. Mendan ham ko'p so'rashadi, sani sohangda ishlash uchun, sen qilayotgan ishlarni qilish uchun qayerda o'qishim kerak, qaysi o'quv markazini tavsiya qilasan deb mendan so'rashadi. Menda bu haqida aniq javob yo'q edi, chunki men bu ishlarimni ishlatayotgan bilimlarimni aniq bitta joyda o'rganmaganman. Hammasi har xil joydan, ya'ni YouTube'dan bo'lishi mumkin, Google'dan yoki ustozlarimdan yoki o'quv markazidan ham o'qiganman, lekin aniq bitta joyda o'rganilmagan. Tabiiyki, bunaqa savol so'rashgandan keyin menda aniq javob bo'lmasdi, lekin oxiri shu haqida video qilishga qaror qildim, ya'ni 18 yoshgacha o'rganish kerak bo'lgan qobiliyatlar. Nimaga 18 yoshgacha? Chunki 18 yoshgacha bo'lganlarning katta qismi hali o'zini yo'nalishini topmagan bo'ladi, meni fikrim bo'yicha. Bu ko'nikmalar shu qanaqa sohada ishlashingizdan qat'iy nazar sizni soha bo'yicha mutaxassis qilish uchun ham yoki biznes boshlaydigan bo'lsangiz, hayotda muvaffaqiyatga erishishingizga ham katta yordamchi bo'ladigan qobiliyatlar hisoblanadi. Bu qobiliyatlarni men o'zimdan o'zim to'qimadim, o'zimning tajribalarimdan kelib chiqqan holatda va boshqa muvaffaqiyatli odamlarning tajribalaridan kelib chiqqan holatda bularni yozib chiqdim va bularni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni hozir aytadigan ko'nikmalarim hayotda doimiy kerak bo'ladigan ko'nikmalar hisoblanadi. Birinchi ko'nikma sota olish qobiliyati, ya'ni sotuv ko'nikmalari hisoblanadi. Sotuv deganda faqatgina magazinda yoki bozorda mahsulot sotishni o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Chunki sotuv bizning har bir qadamimizda, hayotimizda, har bir qilayotgan ishlarimizda mavjud. Oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsam, siz qayergadir ishga kirmoqchisiz. O'sha ishga kirayotganingizda siz kompaniyaga o'zingizni sotishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizning qobiliyatlaringizni, o'zingizni qilayotgan ishlaringizni kompaniyaga sota olishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni qadringizni bilasiz, ya'ni siz beradigan qiymat $1000, $2000 bo'ladigan bo'lsa, agar sotuv qobiliyatlarini bilmaydigan bo'lsangiz, kompaniyalar o'sha xizmatingizni, sizni qiymatingizni tushirib olishi mumkin. Shu sababli sotuv ko'nikmasi har bir qadamda kerak bo'ladi. Sotuvda qayerdan o'rgansa bo'ladi deyotgan bo'lsangiz, eng zo'r usuli birorta magazinga yoki call centerga ishga kirish. Hech bo'lmasa 1 oy, 2 oy ishlasangiz ham bemalol o'rganib olasiz. Hozir vaqtingiz bemalol bo'lgan paytda bu narsa sizni keyingi hayotingizda katta rol o'ynaydi. Dunyoda shuncha boy odamlarni ko'rsangiz ham, ular ham qanaqadir biznes boshlagan va biznesda boshida muvaffaqiyatsizlikka uchrashgan. Ya'ni hech kim ular produktini olmagan, ya'ni ular sotuvda o'rganishgan, keyin majburlikdan shu produktini boshqalarga sotish uchun sotuvda o'rgangan. 1000 produktingiz zo'r bo'lsa, sotishni bilmasangiz, baribir odamlar uni qadriga yetmaydi. Shuning uchun hozir vaqt bor paytida sotuv ko'nikmasini o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi ko'nikma bo'lsa, bu moliyaviy savodxonlik. Ya'ni siz qancha ko'p pul topsangiz ham uni to'g'ri sarflashni bilmaydigan bo'lsangiz, pul shunchaki keladi, ketadi, hayot shu bilan o'tib ketaveradi. Moliyaviy savodxonlik shu paytda kerak bo'ladi. Ya'ni kelayotgan pulingizni qanchadir qismini baribir jamg'arib qo'yishingiz kerak, qanchadir qismini o'zingiz investitsiya qilishingiz kerak. Shunaqa paytda moliyaviy savodxonlik kerak bo'ladi. Ya'ni hech bo'lmaganda fundamentini o'rganib olgan taqdiringizda ham hisob-kitobda yoki qancha investitsiya qilishda, qanchasini jamg'arma qilishda o'rganib oladigan bo'lsangiz ham bu kelajakda sizni keyingi hayotingizda baribir katta foyda beradi. Uchinchisi bo'lsa, bu texnik ko'nikmalar hisoblanadi. Ya'ni texnik ko'nikmalar deganda nimani nazarda tutyapman? Hozir zamonaviy kasblar bor, grafik dizayn, videografiya, SMM. Nimaga bular foydali bo'ladi menga? Bular orqali pul topmasam, meni soham boshqa bo'lib ketadigan bo'lsa, misol uchun doktor bo'ladigan bo'lsam, o'qituvchi bo'ladigan bo'lsam, menga SMMda nima kerak edi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, baribir aytganimdek, o'zingizni shaxsiy brendingizni rivojlantirgani ham baribir bu narsa kerak bo'ladi. Agar men o'zim mutaxassislar chaqirib turib ishlayman ular bilan deydigan bo'lsangiz ham, baribir bu sohani siz jichcha bo'lsa ham qismini tushunishingiz kerak. Chunki ertaga kelib turib mutaxassislar sizni lo'q qilib, aldab ketmasligi uchun baribir siz fundamentini bo'lsa ham bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biznes boshlayotgan odam ham birinchi o'sha biznes boshlamoqchi bo'lgan sohasida qanchadir muddat ishlab ko'radi, ichini ko'radi. Ya'ni xodim olib kelganda uni aldab qo'ymasligi uchun baribir bilib olishadi biznesmenlar ham. Shuning uchun sizdan qanaqa sohani tanlashingizdan qat'iy nazar bu texnik qobiliyatlar sizga kerak bo'ladi. Hozirgi kunda mobilografiyani, grafik dizaynda, SMMda bemalol YouTubedan o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni fundament qismini hech qanaqali ortiqcha kurslar sotib olib o'rganish kerak emas. Agar hozir aytib o'tayotgan sohalarimni ham chuqur o'rganadigan bo'lsangiz, buning orqasidan daromad qilishingiz ham mumkin. Lekin agar siz sohangiz boshqa bo'ladigan bo'lsa, fundamentini o'zini o'rganishni tavsiya qilaman. To'rtinchi ko'nikma bo'lsa, bu notiqlik, ya'ni speech ko'nikmasi hisoblanadi. Misol kameraga chiqqanda ham yoki kimdir bilan muloqot qilganda ham yoki qanaqadir prezentatsiyalar qilayotganda ham omma oldida o'zi uyalib qolmaslik uchun
bu notiqlik ko'nikmasi kerak bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyatga erishayotganda odam baribir majbur bo'ladi omma oldiga chiqishga yoki o'zini kameraga ko'rsatib video olishga majbur bo'ladi. Agar siz ham hozir kameradan qo'rquvingiz bo'lsa yoki omma oldiga chiqishdan uyaladigan bo'lsangiz, hozirdan harakat qilishni tavsiya qilaman, chunki keyinchalik vaqt o'tgandan keyin bu kech bo'lishi mumkin. Shu sababli hozir yoshlikdan ko'pchilik tanimasdan oldin bu ko'nikmani o'rganib olish kerak bo'ladi, notiqlikni va shu kamera oldidagi, omma oldidagi qo'rquvlarni yengib, shunga o'rganib olish kerak. 5-ko'nikma bo'lsa, bu management, ya'ni boshqaruv ko'nikmasi. Buni nimaga qo'shdim? Chunki muvaffaqiyatga erishgan odamlar qaraydigan bo'lsangiz, deyarli hammasi jamoa bilan muvaffaqiyatga erishgan hisoblanadi. Odam bitta o'zi bitta ishni zo'r qilishi mumkin, lekin katta ishlarni qilgani baribir jamoa kerak bo'ladi. Bu menga ham yaqinda pand berdi. Bu boshqaruvni bilmaganim. Boshlang'ich sinfda men sinf sardori edim. Ya'ni o'sha javob berardim, sinfga qanaqadir ish qilsa, keyinchalik bu menga yoqmay qolgan. Shu sinfda boshqargim kelmay qolgan, chunki sinfda qanaqadir muammo bo'lsa ham hammasi menga kelardi va men aybdor bo'lib qolardim. Shundan keyin men sinf sardori bo'lmayman deganman va o'sha yerda menda fikr shakllanib qolgan. Boshqalarga nimaga sen javob berasan? Sen faqatgina o'zingga javob berishing kerak degan fikr menda shakllanib qolgandi, lekin bu fikr xato ekan. Chunki haqiqiy lider jamoasini mas'uliyatini o'zini qo'liga oladi. Shu sababli men ham hozir boshqaruvni o'rganib kelyapman. Sizlarga shuni ham tavsiya qilaman. Qanaqa ishda ishlashingizdan qat'iy nazar, daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz ham yoki qanaqadir o'zingizni levelingizni, urovingizni oshirmoqchi bo'lsangiz ham, baribir boshqaruv qobiliyati kerak bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik, jumladan men ham jamoa boshqarayotganda birortasiga ish buyursam, ishni qilayotganini ko'ramanda, o'zim qilib qo'ysam-chi shuni deymanda, chunki men qilsam, undan 2 barobar tezroq qilaman o'sha ishni. Lekin odam o'zi ikkita odamning ishini qilishi mumkin, lekin 10 ta, 20 ta, 100 ta odamning ishini hech qachon qila olmaydi. Ya'ni boshqaruvni o'rganib oladigan bo'lsa, bu qanaqa ishda ishlashidan qat'iy nazar, ayniqsa biznes boshlamoqchi bo'lsa, bu qobiliyat juda ham kerakli bo'ladi. Endi qanaqadir savol tug'ilishi tabiiy, ya'ni bularni qayerdan o'rganaman men? Shuncha narsani aytib o'tding-ku deyotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir internet davri, YouTubedan meni videomni qanday ko'rayotgan bo'lsa, YouTubedan yoki boshqa internetdan bemalol ma'lumotlar topishingiz mumkin. Hozir sun'iy intellektlar ham juda ham rivojlanib ketgan, ular orqali ham bemalol bitta sohani o'rganib olsangiz bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektga yozasiz, shu sohani o'rganmoqchiman, menga shu fundamentlari kerak, menga reja tuz bering. Nimalarni o'rganishim kerak siz shunday reja tuz beradi, shu bo'yicha ham o'rganib ketsangiz anchagina yaxshi natija olasiz. Xo'sh, endi xulosa qiladigan bo'lsak, bu aytib o'tgan ko'nikmalarim faqatgina fundamentini o'rganishni tavsiya qilaman. Agar siz bularni hammasini chuqur o'rganaman deydigan bo'lsangiz, multitasking bo'lib qoladi. Ya'ni hamma ishni o'zim qilaman degan fikr shakllanib qoladi. Menda ham shunaqa fikr hozir shakllanib qolgan, lekin bu xato. Chunki men hammasini deyarli ichiga kirib chiqqanman va men hozir birorta ish qilmoqchi bo'lsam, hammasini o'zim qilgim kelaveradi. Lekin bu xato, chunki aytib o'tganimdek, bitta odam ikkita odamning ishini qilishi mumkin, lekin 100 ta odamni, 200 ta odamni ishini hech qachon qila olmaydi. Agar siz bularni faqatgina fundamentini o'rganib oladigan bo'lsangiz ham, bu sizga anchagina katta foyda bo'ladi. Kommentariyada qanaqadir e'tirozlaring bo'lsa, bemalol yozishlaring mumkin yoki keyingi videolar qanaqa mavzu haqida bo'lishini ham bemalol yozib ketsalaring, har bittasini o'qib chiqaman. Menga qiziq sizlarning fikrlaring va kanalga obuna bo'lib qolsalaring, shunaqa foydali kontentlarni berib boraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.